Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana ko'rib turganingizdek, yana bitta obyektimiz bitirib bo'ldik. 30 litrli qozonga joy mo'ljallangan. Mana bu yerda to'rttalik gaz plitamiz bo'ladi, panel, pastda dуховой shkaf qo'yiladimi yoki oddiy полезный пространство desa ham bo'ladi. Bu yerda esa 50 talik mo'ykamiz qo'yiladi. Pastda o'sha o'rnatishga удобный qilib joy qoldirilgan. Ya'ni ko'rib turishingiz mumkin. Mana bu yerda tegi oyoq kirib turadi. Ya'ni ertaga ishlashiga удобный bo'lish uchun podnoshkasi ham qo'yilgan. Hamda bu obyektimizda par tortadigan vытяжка ham o'rnatildi. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Betondan yasalgan. 1.80 ga 60 sm bo'yiga va общий bitta dimoxod qilib olib ketilgan bu narsani. Agarda siz ham xuddi o'shanda letniy kuxnyani yasatmoqchi bo'lsangiz, bemalol pastdagi telefon raqamlariga murojaat qiling va biz oldingizga kelib joyida gaplashib qilib berishga harakat qilamiz.